O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tizimidagi boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitalarining joylarida o'tkazilayotgan hisobot saylov konferensiyalari mehnatkashlar manfaatlari himoyachisi bo'lgan kasaba uyushmalari faoliyatining naqadar muhim ekanligini namoyon etmoqda. Angren shakar mas'uliyati cheklangan jamiyatida tashkil etilgan tadbirda ham o'tgan 5 yillik davrda kasaba qo'm tomonidan amalga oshirilgan ishlar tahlil etildi, galdagi vazifalar ham belgilab olindi. Dastlab Angren shakar mas'uliyati cheklangan jamiyatida ma'muriyat va kasaba uyushma qo'mitasi o'rtasida 2023-25 yillar uchun tuzilgan jamoa shartnomasi doirasida o'tgan yili bajarilgan ishlar yuzasidan batafsil ma'lumot berildi. Konferensiyaning ikkinchi yarmida korxona boshlang'ich kasaba uyushmasi tashkilotining faoliyati yuzasidan korxona kasaba uyushmasi qo'mitasi raisining hisoboti tinglandi. Qayd etilganidek, Angren shakar mas'uliyati cheklangan jamiyatida bugungi kunda 779 nafar xodim mehnat qilmoqda. Ularning 126 nafarini xotin-qizlar, 335 nafarini esa 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi va xodimlarning barchasi kasaba uyushmasi a'zosi. Korxonada tuzilgan mehnat muhofazasi bo'yicha komissiya va jamoatchi vakillar tomonidan kasb kasalliklari va baxtsiz hodisalarning oldini olish bo'yicha monitoring olib boriladi. Kasaba uyushmasi faoliyatini qoniqarli baholaymiz. Chunki biz ishchilar jamoat shartnomasida belgilangan imtiyozlardan to'liq foydalanib kelyapmiz. Keyingi 5 yilda oylik ish haqlarimiz oshdi. Sharoitlarimiz yanada yaxshilandi. Ish beruvchi asosan uzoqdan qatnab ishlaydigan ishchilarini xizmat uyi bilan ta'minlab qo'ygan. Bunda qishki mavsumlarda isitish ta'minotlari to'liq korxona hisobidan qoplangan. Bundan tashqari ishchilarga bepul tushliklar tashkillashtirib berilgan ish beruvchi tomonidan. Shuningdek, har yili Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlarimizga ekskursiyalar tashkil etilyapti. Korxonamizda ishlovchi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchi yoshlarga to'lov kontraktlari oldindan to'lab berilyapti. Buning hammasi kasaba qo'mitasi bilan ish beruvchining hamkorlikdagi samarali faoliyatining natijasi. O'tgan hisobot davrida mehnatkashlarning mazmunli dam olib, salomatliklarini tiklashlari uchun O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tizimidagi sanatoriylarga jami 113 ta imtiyozli yo'llanmalar ajratildi. 650 nafarga yaqin xodimlar dam olish maskanlarida hordiq chiqardilar. Buning uchun 403 million so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Mehnatkashlarning 338 nafar farzandlari esa bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida imtiyozli ravishda dam olishdi va buning uchun 201 million so'mdan ziyod mablag' sarflandi. Konferensiyada ishtirok etgan delegatlar korxona kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan mehnatkashlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari va mehnat sohasidagi huquqlarini himoyalash borasida amalga oshirilgan ishlarni qoniqarli deb baholadilar. Shundan so'ng taftish komissiyasi hisoboti tinglanib, o'rganishlar tahlili bir ovozdan tasdiqlandi. Mana hozir biz kasaba uyushmasining qo'mitasining 5 yillik faoliyati bo'yicha hisobotini tingladik. Juda ko'p ishlar bajarilganiga amin bo'ldik hammamiz. Ayniqsa ishchi xodimlarning mehnat muhofazasi bo'yicha juda ko'p ishlar bajarilgan, sog'lomlashtirish bo'yicha juda katta ishlar olib borilgan. Bugungi kundagi sharoitlardan juda mamnunmiz va o'zimizni yanada yaxshi sharoitlar bo'lish uchun takliflarimizni kiritdik. Kasaba uyushmasi qo'mitasining va ish beruvchining bunday hamkorligi yaxshi natijalar beryapti. Korxona kasaba uyushma qo'mitasi raisini saylash jarayoni muqobillik asosida bo'lib o'tdi. Ochiq ovoz berish yo'li bilan ikkita nomzod orasidan amalda shu lavozimda faoliyat ko'rsatib kelayotgan Bahodir Yo'ldoshev kasaba uyushma qo'mitasi raisligiga qayta saylandi. Shundan so'ng ishtirokchilarga davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan inson manfaatlari yo'lida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar va ularning natijalari, kasaba uyushmalari tomonidan mehnatkashlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari va mehnat sohasidagi huquqlarini himoyalash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, joriy yilda mamlakatimiz kasaba uyushmalari harakatining 120 yiliga keng nishonlanishi munosabati bilan mehnat jamoalarida o'tkazilayotgan tadbirlar to'g'risida batafsil so'z yuritildi. Muhokama etilgan barcha masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.